2022-yil Traverse'imiz bor, oq rangda, 3.6 motorda, kraskalari top-toza. 22 000 kilometr yurgan ekan, sveji turibdi. Balon holatlari yangi turibdi. 4 ta yangi balon qo'yilgan ekan. 360 gradus kameralari bor, 5 plyushoviy dostuplar bor. Salon holatlari. Bose akustik sistemasi bor. Polklar to'shalgan, perforatsiya sidiniya, multirul, monitorlari bor. Patologlari qora, двойной lyuki bor. Juda keng mashin. Traverse qidirganlarga. Orqalarida ham biskilishli do'stlari bor. Salon holatlari. Kapitanskiy sidina bor. Orqaga yana 3 kishi ketadi. Orqa klimatlari bor. Orqada Type-C, USB. Mashinamiz benzinda. Orqaga ham polklar to'shalgan. Bu Traverse'ni bo'lishini 44 ming deyapti. Ya'ni kelib turib kelishtirib olsalaring bo'ladi. Barterga ham, boshqa mashinaga almashtirishga ham olib qolaveradi.